Sizga savol beraman, siz javob berasiz. Xo'p bo'ladi. Nima uchun bunchalik yosh ko'rinasiz? Yosh ko'rinishimni sababi sog'lom ovqatlanish qilaman. Vaqtida suvlarimni ichaman. Yetgan ovqatimga kaloriyasiga qarayman. Oyiz aktrisalar degan ekan. O'z kasbingiz nima? Aslida o'z kasbim meni tadbirkorman. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Hop, ko'pchilik magazinga borsak, opa-singil deyishadi. Siz bunga qanaqa qaraysiz, xursand bo'lasizmi? Albatta xursand bo'laman. Opa-singil bo'lib yurish juda yaxshi-ku. Yuzingiz tirnoq deyishadi. Buni sababi nima? Yuzim tirniqligi ham ana shu ko'proq suv ichishlarimda oldin namlik kam edi menda. Yuzimda, terimda o'shandan keyin ancha o'zgarish bo'ldi. Sog'lom ovqatlangandan keyin ancha ajinlarim kamaydi meni. Oldin ajinlar bor edi. Keyin oyiz yosh ko'rinar ekanlar, qanaqadir vitamin ichadilarmi deyishibdi. Dori bilan vitaminlar ichasizmi? Yo'q, vitaminlar ichmayman. Ichib ko'rganmisiz yosh? Yo'q, ichib ko'rmaganman. Kollagen ichadilarmi debdilar. Yo'q, kollagen ichmayman. Farzandlaringizga qattiq qo'lmisiz, bizga qattiq qo'lmisiz?